Hürmetlik Vezir Əzzəm, mən gözsüzünün sadiq çakırınız. Mən gözsüzgü sadiq buluman. Menin sizin kızınızga öğrenişimge icazet bergeysiz. Mən gözsüzünün sadiq çakırınız. mən gözsüzgü sadiq buluman. Vezir Əzzəm. Vezir Əzzəm, mən sizin mən göz sadiq çakırınız. Bana icazet bergeysiz. Kadirlik Murat Begi, sizning yonchug'ingizda qanchalik tangingiz bor? Ha? Begim, Begim. Vay can, vay can beni kutkusunla. Henüz çok yetti. Henüz çok yetti bu. Tez bulunla, tez kutkaylı. Tez bulunla. Neymiş çok yetti bu. Kolunuzu ekilin. Tez bulun. Neymiş çok yetti. Neymiş oldu ya? Bakara bakay. Tez kutulduruverin. O kolunu belki unumayıvatıdı. Şundak mı? O kolunu berişini unumasa. Ondaq olsa, biz eshakning quyruğunu onunla bereyli. Şununla eslep çıksın. Qadak. Ha? Kesle. Ağızda bir ana. Vay can. Menin közümge nimişqa ishki ko'rinadi. Xata tushunib qolmang. Asli buning hammasi siz uchun, ha? Efendim, meni siz qutqizgandingiz. To'g'ri, eshigimning quyrug'ini sizning tutib bilishingiz To'g'ri. Eshakning quyrug'i endi mening bo'ldi, ha? Hm? 我说老爷，这毛驴的尾巴怎么能够拽得下来呢？啊Əmsə, 10 tilla bərsiniz eşiginizin quyruğu yanılı sizning bo'ladi. Yani sizlar tamash ko'rsanglarmi? Hammanglardan boj ilinadi. Uqdinglarmi? 赋税，不像话，不像话。Ko'rdinglarmi? Endi men Vezir Azamning qiziga o'ylanadigan bo'ldim. Vay can. Qaysan, ha? Ha, sen mitin Alvan Begi? Vezir Azam, men sizning qizlarga o'ylanish uchun Öyleniş için? Shundaq oliylari, men sizning qizlarga o'ylanish uchun 10 ming yamoq elib keldim. Mana bu 10 ming yamoq. 10 ming yamak. Sen aval 10 ming yamakni 10 ming tillaga aylandırıp kel. Ondan toy qilish taklifini qo'ysang bo'ladi. Bu To'xta. Begim bu. Ko'pchilik alanglar, shaharga kirganlar, shaharga kirish birinchi to'lish kerak. Har biringlar bir kishilikdan alinglarmi? Xudoyin o'tinib qolayli. Qanday gapirib ketdi O'tinib bu? qolayli. Bu ishki bo'yning bo'ytiri qajab o'xshashgina. To'g'ri emas. Ikki kishilik boshlab chor. Ben bir odam tursam, neymiş ki iş kişilik baş döleymen. Sen ko'zimga ishki ko'ringan tursan, albatta ishki kishilik to'laysan da. Tasın bir kamlaşmıydı da bu.
Bu yana o'xshashli ishga ko'rinyapti o. İşki kişilik topshir. Men bir odam tursam, nima ish kishlik topshirman? Onu aytmanglar. Hey men. Hey men. Hammanglar ishki kişilik baş topshiringlar. Bu qanday İşki kişilik. Bu qanday ketdi? Ish kishlik Shuni deymi, qanday degan gap bu? İşki kişilik. Bo'linglar. Bo'linglar. Hürmetlik Alvan begi. Yaxshimisiz? Sen mo shahar kiramsan? Shundoq. Men mo shahar kiray degan. Andaqda ishki kişilik shahar kirish beji to'laysan. Ishki kishlik. Shundoq. Sen ko'zimga qo'sh ko'ringan tursan, shunga ishki kişilik baş to'laysan. Anladingmi? Aslida mundaqkanda. Shaharga mehmonga boradigan do'stlar, shahar kirib mehmon bo'lish haqqi to'lashinglar kerak. Ishki kişilik. So'g' salom berganda, so'g' salom haqqi, naqsh usul, nag'ma-navo qiluvchilar yana qo'sh kishilik ko'ngil haqqi to'lish kerak. Ish bajaruvchilar yana kengash haqqi topshirish kerak. Qo'sh kishilik. Men faqat bozor kirib, aylanib chiqmoqchi. Qo'sh kishilik. Oltin tilla. Ondaqda yo'l beji, yo'l yurish haqqi, yo'l tozalash haqqi, yo'l asrash haqqi, yo'lda turish haqqi qatorliqlarga haq topshirishingiz kerak. Qo'sh kishilik. Bu qanday bo'lib ketgan? Ma'qul. Qanchalik asla shunchalik beray. Bana yardım qilib, tezroq tillaga aylantirib bersang, tez sendan o'tib qolay. Hey. Rasulullah oltin tilla ekan bu. Rostken. Efendim. Çıh. Efendim. Qadrli efendim, eshiginizni bana setmagan bo'lsangiz bo'lamdi. Voyjon. Bo'lmaydi. Bu oltin tishida eshakni sizga berdiganga men ahmoq bo'lib qolmadim. Amsa bana bir oy oriyatga berib turing bo'lamdi efendim. Bo'lmaydi. Amsa yerim ay. Bo'lmaydi. 10 kun bo'lsin bo'lamdi. Bo'lmaydi. 5 kun. Voyjon. 5 kun. Faqatli 5 kun. 5 kun bo'lsin bo'lmamda. Sizning hashlayotgan pullari ozlik qilyapamda. Men pul tepib, faqat vazirning qiziga o'ylanay degandim. Eshak bir kunda 1 tilla tezaklasa, 1 soatda 60 tilla tezaklaydi. Bir kunda 1000 tilladan ortiq pul topalig'dakman. Bek yaxshi bo'ldi. Oldinda ish olayli, bir shartim bor. Nima shartingiz bo'lsa bo'laveradi. Bir kunligi 1000 tilla bo'lsin. Bugun shaharga kirish haqqi topshirmasangiz bo'ladi, xohlagancha yo'l yuravering. Bek yaxshi bo'ldi. Nim bo'lsa, vazirning qizini amirimga alolaydigan bo'ldim. Bek yaxshi bo'ldi. Yaxshi eshak. Lekin mening bir shartim bor. Nimalar gap bo'lsa davering. Bugun bir kunlik shahar kirish bejida men yig'ib olay. Qandoq? Bo'pti. Bugun shahar kirish bejini siz xotirjam yig'avering. Onda bo'lsa bugun bir kun eshigim sizga tava bo'ldi. Bo'ladi. Andaqda bugun shahar kirish bejini siz xotirjam yig'avering. Xo'sh. Ko'pchilik bugun bir kun bajirilmaydi. Xohlagan shahar kirib chiqinglar. Bergan pulinglarni sizlarga qaytirib beray. Ilinglar. Tezroq shahar kiringlar. Tez bo'linglar. To'xtab tur. Eshak. Voyjon. To'xta eshak. To'xta. Voyjon.
Amal tepildi. Efendim! Efendim! Bo'lmadi, eshigingiz bir qo'saq tirlar bilan qichib ketdi. Tez bo'ling, tez. Tez bo'ling. Cho'qim siz uni xalq qilib qo'ygan gap. Voyjon. Voy. Anlab turing, agar uni yana xalq qilib qo'ydigan bo'lsangiz sizga oltin tilla tezaklab bermaydi, juma. Anladingizmi? Anladım. Ha, amroq eshigim, umoq eshigim. Men seni go'sht polo bilan mehmon qilay. Sen menga ko'proq oltin tilla tezaklab ber. Marhamat. Onun yana nima bo'lganda? O mening oldimda mengishga loyiq emas, o deydi. Eshakning qo'sig'ida sansanaqsiz tilla bor, biroq sizning qo'sig'ingizda nima bor, ha? Undaq bo'lsa keynidan mangay. Marhamat eshak xo'jam. Uningga yana nima bo'lganda? O sizni keynimda mengishga loyiq emas deydi. Acaba oltin tezaklaydigan eshak sizning oldingizda yo'l boshlab mangsunmi? Tushundim. Undaqda men uningga yondashib mangay. Ha? Marhamat. Uningga nima bo'lganda? O sizni men bilan yondashib mengishga qandoq petingando deydi. Undaqda amal tepildi. Eshak xo'jam, endi rozi bo'lgansiz? Eshakning quyrug'iga diqqat qilasiz. Uni sog'-salomat operasiz. Xo'shamisa? Keyingisi kirsin. Yo'lni boshlanlar. Sen nima kelding? Alvan begi, men to'y taklifi qo'yg'ili keldim. Ana bir eshakni yudilib, to'y taklifi qo'yg'ili kepti. To'y taklifi qo'yg'ili kepti. Senlar nimaga ko'rishsan? Hemen çıkış. Sen yana nima kelding? Begim, men to'y taklifi qo'yay deb kelgan edim. Nima? Sen bir dört eshakni yudilib, mening qizimni olmoqchimisan? Begim, bu degan oltin tilla tezaklaydigan eshak. Bu bir kunda 1000 tilladan ortiq oltin tilla tezaklaydi.
Eğer bu işek sen degende künüge mıntilla tizeklaydigan iş olsa, elbette kızımni sana berişqa razımen. Uy dada, qarang kepingizni, nimdavatsiz? Rost. Oltin tilla tezeklaydigan eshigim, oltin tilla tezekla. Iloyim, oltin tilla tezeklagan bo'lsam bek yaxshi bo'lgan bo'ladi. Oltin tilla tezekla, eshigim, yaxshi eshigim, omroq eshigim, oltin tilla tezekla. Oltin tilla tezekla. Tez bo'l, oltin tilla tezekla. Tılla! Tılla! Tilla. Ha? Rastla tıllaken. Hörmetlik beyim, men bu oltin tilla tezeklaydigan eshigimni va qalbimni sizning qizingizga berishga tayyorman. Ha, aldırmay durun. Oldu bilen, işiginiz bana yine bir neç tılla çıkırt da son. Bo'ladi. Oldirmang. Oldirmang. O hozirla oltin tilla tezeklaydi. Oltin tilla tezekla. Oltin tezekla. Oltin tilla tezekla. Vayca! Bu ölgür, sen kızım ne mazak kılıçka pedin mi? Vay can! İşek, işgim! İşigim!